Bu soatda biz yana davomli tonal orqali shu rasm o'yish haqida to'xtalamiz. Masalan, ba'zi alohida ehvollar uchrab qoldi. Masalan, dagi deymiz yoki sharpi deymiz. Mana o'xshash yepinchilar ba'zi vaqtlarda yerim suzuk holatda bo'ladi. Keyin til o'zgargan chog'da buning ta'siriga uchraydiganligiga diqqat qilsak bo'ladi. Ham qanday qilib shu holatni biz yaxshi ola olamiz. Biz buning uchun an'anaviy qurollardan foydalanib olsak, ba'zi cheklanishlarga uchraymiz. Chunki bu sharpi degan ba'zi yerlari suzuk holatda chiqmaydi. Shunga biz yanada tonal yordam chaqirsak bo'ldi. Masalan, men buni qanday ekan hozir yana turibdi. Men ko'rib boqay, qaysi tonaldagi shu eng yaxshi, ham selektor eng yaxshi degan chog'da menimcha qizilda qiladi. Qizilni men bir nusxalab olay. Nusxalab bo'lgandan keyin men endi buningki o'tgan soat degan o'xshash qancha oq bo'lsa shuncha bizga nisbatan shuncha suzuk emas holat, qancha qora bo'lsa shuncha suzukka moyil ifodalaydi. Men buni ifodalash uchun mana shu tonni tanlab bo'lgandan keyin rasmning uchun tanishdan ta'tin tanlash yoki Ctrl I tez belgisi orqali kesayotgandek o'zgartiraman. Men sharpga qilmagan asosda ba'zi qora degan yerlarimni shu oq qilib ekasamni bo'ladi. Shunday bo'lgan chog'da buni suzuklikning kinoat yaxshi bo'lganligini his qila olamiz. Men qilish uchun o'sha rasmni foydalanib turib, endi men oq suzuk bo'lmaydi deganlarni tanlab olay. Masalan, tez tanlash quroli orqali men shu tanlay. Endi ba'zilarni cho'ngaytib har vaqt o'zgartirish ilib bora olamiz. Cho'ngaytish holatga keldim. Bu rasmning asli suzukligi menga yaxshi bo'lmag'achqa, men shu qo'shish orqali qilay. Suzuk bo'lmag'achqa ba'zilar tutuq ko'rinib qolishadi-da. Men hozir mana shu chechi bayalarni hozir o'zgartmoqchi. Shunga bayalar menga nisbatan hamda edit g'oyalarni outni besib turib siz buningda qancha inchik bo'lsangiz, erishgan unimingiz shuncha yaxshi. Masalan, men bu holatni qildim, undan boshqa do'lis holatlarmi, suzuk holatga kelib qolsa bo'lmaydigan holatlar. Shunga men mashalarni tanladim. Tanlab taxminan tanlab turay hozircha. Siz buni qancha tafsil tanlasangiz shuncha yaxshi. Men cho'ng jihatdan doirasini tanlab olib shunday ekib o'tgandan keyin endi davom o'zgartirib turib qurollar orqali tanlasak bo'laverdi. Masalan, men musholatni tanlayman. Musholatni lekin molat ketgan bo'lsa, masalan, biz alt orqali asta kichiklasak bu doirani, bu darajada kichiklasak bo'laverdi. Endi qarab boqay, har holda bo'ldi deb qargan bo'lsam, men tonini kirib turib, men musholatni oq bo'yasam bo'laverdim. Oq bo'yish uchun mana shu tanlov holatda alt bilan delete belgisini besib o'tdim, oq rang kirdi. Endi kam qolgan yerlarni men bo'yoq orqali bo'yasam bo'ladi. Men buning suzuklarni 100% ko'rdim. Undan keyin Ctrl bilan yeni bir span bir qo'yib oq bo'lmagan joylarni bo'yasam bo'laveradi. Chunki bu holatlarni men suzilib ketishini xohlamayman. Holatlarni tanlasam bo'ladi. O'sha holatlar endi asliga holat yetarli bo'lg'achqa men bu yerlarni bo'yamasammi yoki taxminan bo'yab qo'yib tursammi bo'laveradi. Endi qilib bo'lgandan keyin men buni kichiltib turib, men shu usul orqali buniki agar texim yaxshi qilamiz deb qolsak yoki bo'lmay qolsa, yana davomli qilib tanishdan rang darajasini tanishsakmi yoki bo'laveradi. Masalan, men qora bo'lgan yerlarni texim qora qilib qo'yay. Shu holatni qilib bo'lgandan keyin endi bu yerlarning suzib ko'p ketmasligi uchun men yana davomli oq holatni bo'yab qo'yib turay. Agar bo'ldi deb qargan bo'lsam, men o'sha holatda chek tanlab olib, aslida rasm kirib, endi men buni ya maskalasam yoki ko'paysam, mayr qilsam bo'laverdi. Men yana davomli maskalash qilmoqchi. Hozir qarasangiz, bu keyin deylikni. Lekin biz diqqat qilsangiz bo'ldi, boyaqi biz ishtini va yerni biz yaxshi tanlamag'achqa masalaga yo'ldi. Men buni keyin chekim turib,
Yan davomliq shu ishni bayanimi ben o'zgartib o'tay. Tez tanlash quroli orqali Ctrl D orqali bekor etib mana shu rayonlarning oq bo'lishini umid qilaman. Shunga men bu yerga bevosita alt bilan delete ni besib oq paqalar ekaldi. Endi men buni bekor qilib turib men tonalni tanlay yoki men buni tanlasam bo'ldi. Undan keyin asliga rasm kirib turib endi men maskalab qo'yay. Endi qilsak o'zgarish bo'ldimi, bo'lmadimi? Bu orqali biz qilaymiz. Masalan, men buningga o'xshashli bir rasmni kirsam bo'ladi. Keyin deylik bekor qilayotgandan keyin bo'lma asti yetkazsam, hozirgi holat. Buni men yo'linish belgisi orqali ma'lum tansam bo'ldi. Yoki cho'ngchilik mos kelmagan bo'lsa, ma'lum darajada shiftni bosib turib, tang nisbatda cho'ng'aysam bo'laverdi. Shuni qarash orqali biz asliga holatdan o'zgarish ilib bora oldik degan gap.